Kabutardan foyda ko'rsa bo'ladimi? Ha, albatta. Chiroyli ko'rinishda, siz aytgan o'yinlarni bajara olayotgan kabutarlarning o'zini turi bor. O'shalardan sotib oling, ko'rinishiga e'tibor bering. Kabutarlar iloji boricha sotib olayotganingizda kabutarlar yosh bo'lsin. Yosh kabutarlar sizga o'rganadi, sizni xonadoningizga. Uyingizga o'rganish oson bo'ladi. Yoshi katta kabutarlardan sotib olsangiz, uchib ketadi egasiniki. Juda ko'p shunday bo'lgan. Uchib ketgan, o'zini yashagan birinchi joylariga qaytib uchib ketgan. Kabutarlarni sizga o'rganishi uchun albatta shirin choy bering kabutarlarga. Donlariga e'tibor bering. Donlariga toza bo'lsin, kasal bo'lmasligi uchun. Turgan kabutarni xonasi albatta tozaligiga e'tibor bering. Shirin choylar bering, o'zingizga o'rgatib ol. Obuna bo'ling, like bosing.